200 mingga shuni oldim. Mana aziz do'stlar, echkilarimiz 600 mingdan urg'ochimi? Urg'ochi, unisi 1 million 200 ming ekan. Qorasi 1 million 200 ming, ikkita kichkinasi 600 mingdan 1 million 200 ming so'm bular ham. Mana echkichalar sotib olibdilar. Mana hozir mashinaga ortib ketyaptilar. Sotilganlar narxidan mana ko'rib turganlaringizdek 600 mingdan, qorasi 1 million 200 ming. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana hozir Pravda mol bozoriga keldik. Aka bu nechi pul? Bu 1 million 900. Nechi pul? 1 million 1 million 300? 1 million 900. 1 million 900 bu takami? Ha, takachi. Necha yashar bu? Endi 1 yashar ham bo'lgan edi. Endi 1 yashar bo'lyapti mana. Hojibo qaydalar? Telefon nomer. 97lik Telefon raqamlari kodi 97lik 936 21 12 21 12. Kimda echki kerak bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Uyda yana boshqa zotor echkilari ham bor. Hojibo ko'pchilik tanisa kerak. Mana Pravda mol bozorining eshigini oldida turishadi. Ko'rib turganlaringizdek, mana hozir bu novos nechi bo'ldi? 26 million. Mana aziz do'stlar, 26 million bo'pti. Sotilganlar narxidan chiqaramiz. Aziz obunachilar, mana hozir Pravda mol bozorida haftaning juma kuni videolarimiz boshlandi. 26 millionga sotilibdi. Ne canı bol. Mana aziz do'stlar, bugungi videoyimizda montaj jarayoni Pravda mol bozorni videosini syomka qildik bugun. Ertalab vaqtli bozorga chiqdik. Havo sovuq edi, shunga qo'ldan kelgancha sotilgan mollardan chiqardik. Aziz do'stlar, hozir montaj jarayonida ko'rib turganlaringizdek ot anjomlar do'konimizda otga kerakli barcha anjomlar bor. Kimda ot anjomlar kerak bo'lsa, ekranda telefon raqamini yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ko'rib turganlaringizdek kumush juganlardan boshlab mana bunday qimmat juganlardan boshlab eng arzonlarigacha bor. Otning bo'yniga galastik, ayil pushton kompleklarimiz mana kimga kerak bo'lsa qirg'iz egardan boshlab paylangan egarigacha bor. Ko'pchilik bizga hozir murojaatlar tushyapti. Reklama xizmatlari qanday bo'lyapti? Reklama xizmatlari Samarqand bo'ylab telefon qilib murojaat qilsangiz, ekranda yozib qoldirilgan raqamlarda biz borib syomkasini chiqarib beramiz. YouTube ijtimoiy tarmoqda qo'yib beramiz. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek do'konda otga kerakli barcha anjomlar bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa bu hafta ham Pravda mol bozorini chiqaramiz. Qo'ldan kelgancha vaqtliroq chiqib syomkalarni qilishlikka harakat qilamiz, chunki ertalab bozor juda sovuq bo'lganligi hisobiga syomkamiz qo'ldan kelgancha tayyorladik. Aziz do'stlar, ko'rib baho beringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana hozir aziz do'stlar so'raymiz. Aka nechi pul bo'ldi bu? 31. Mana qo'shqorimiz 31 bo'pti. Sotilganlar narxidan chiqaramiz aziz do'stlar. Aka nechi pul bo'ldi? Qaytdimi? Ot qaytibdi. Qaytibdi ot. Sotilmabdi. Endi mana hozir ichkari tiqilinch, mana sotilganlar narxidan chiqaramiz. Nechi pul bo'ldi bu aka? 809 million. 8-9 million deydilar. Buncha narxini yaxshi eshitmadim lekin to'g'risi. 8-9 million deyishadi. Hozir sotilganlar narxidan chiqaryapmiz. Bozorga ozroq kechroq kelibmiz. Uje bozor mana
1-2 soatdan keyin tugaydi aziz do'stlar. Necha yil bo'ldi aka? 6 million Qo'chqor. 6 million Qo'chqor. Qo'yimiz necha yil bo'lgan ekan? Az oldimizga kelsin so'raymiz. Qancha bo'ldi bu? Bu ham sotilibdi. Necha yil bo'ldi amal? 6 million. Qo'chqor 6 million. Sotilganlar, qaytarganlardan narxidan chiqaramiz. Mana hozir kelyapti. Qancha bo'ldi? 15 million. 15 million bo'pti. Mana hozir aziz do'stlar, ozroq kech qopmiz bugun. Qancha bo'ldi aka? 18 million ona bola. Ona bola 18 million bo'pti, ana sotilibdi. Qancha bo'ldi bu aka? Aka buni Narxini bilmas ekanlar. Buni sotilib olib chiqqan egalari bu kishi emas ekan. G'unojin. So'yilishga olibdi. Narxi necha pulligini bilmaydilar. Qancha bo'ldi bu? 4 million. Qo'chqormi? Ha, 4 million. 4 million Qo'chqor ekan. Necha yil bo'ldi? 7,5 million mana. 7,5 mana sotilibdi. Shu. Yashang. 7,5 millionga mana olib chiqyaptilar. Qancha bo'ldi bu? 4 million. Qo'chqor? 4 million Qo'chqor. İpga odatlanmagan ekanda. Qancha bo'ldi amak? 14 milyon 700. 14 milyon 700 ekan. Mana aziz do'stlar, 14 milyon 700. Necha yil bo'ldi bu? Bir milyon 300 ming so'm. 1 milyon 300 ming. Necha yil bo'ldi bu? 17 milyon 200 ming. Restoran hasmi? Restoran girer mi hocam? Dekor restoran namti ya. Necha yil bu? Ha. Necha yildan bular? 750'den bu. Oldingizmi? Yok ben olmadım. 750 dan aziz do'stlar. Ha, ketyapti. Echkichalar. Qancha bo'ldi bu? Narxini aytmadi. Mana bu qo'shqorchani hozir hop egasi yo'q, sotilgan, tashqariga olib chiqib qo'ydi.